Hozir eng globalniy muammo yigitlar juda o'rganyapti sun'iy intellektdan foydalanishni. Instagram sahifasiga kirsang, TikTok sahifasi bironta o'zini rasmi yo'qda, bironta o'zini shipir shivanda yashaydi. Lekin sun'iy intellekt qilib, hali qarasang bilyardda, hali qarasang deb kalyanda, hayotingiz davomida sarbas lightdan boshqalar sari ko'rganmisiz? Cho'choq? Siz sun'iy intellekt Al platformasidan foydalanmoqchisiz. Buning narxi atigi $200. Albatta, $400 to'layman, 1 yillik limit bering menga. Mana shiqshqiydi pulini to'lab, mana shu rasm. Hammasi sun'iy intellektda. O'sha $200 sun'iy intellekt Alga tuf etib tiqqandan ko'ra bir kecha dachaga borib-ki, 100 ta rasmga tushib kelsa, 1 yil ketadi. Mana qilib tush, mana qilib tush, mana qilib tush, erkaklar shaqshadi-yu. Chiroyli erkaklar ozg'in. Govdasini ko'tarib ko'rsa manoqcha. Tush, shunaqa qilib tushib, kachelada tush, sirpanchiqqa tushib tush. Qo'yki o'shani. Nima aldiysa hammani? Mashining hali qarasang tog'da, bog'da, bilyardda, tog'da, qo'toqda. Unaqa-ma? Biz bilamiz, biz juda yaxshi taniymiz seni. Juda zariymiz.